Salom do'stlar, bugun sizlar bilan o'z vaqtida butun dunyoni larzaga keltirgan Sovet Ittifoqining vujudga kelishi hamda tarix sahnasidan ketishi haqida gaplashamiz. Sovet Ittifoqi dunyo tarixidagi eng yirik imperiyalardan biri bo'lib, sobiq Rossiya imperiyasi hududida vujudga kelgan edi hamda butun Yer sharining 1/6 qismini o'z hududi doirasida qamrab olgan edi. Xo'sh, 20-asrda qariyb 70 yil hukmronlik qilgan hamda kishilik jamiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsata olgan ushbu Qizil imperiya qay tarzda paydo bo'lgan edi? 1917-yil boshiga kelib, hamon davom etayotgan hamda boshi berk ko'chaga kirib qolgan Birinchi jahon urushi butun Yevropa mamlakatlarining tinka-madorini quritdi. Deyarli 3,5 yildan beri davom etayotgan bu urush Rossiya imperiyasi iqtisodiyotini og'ir ahvolga keltirib qo'ydi. Bu esa Rossiyada mislsiz darajadagi tartibsizliklarni keltirib chiqardi. Shunday sharoitda imperiyaning oliy rahbari podshoh Nikolay II taxtdan voz kechdi. Shu tariqa Rossiyada monarxiya qulab, hokimiyat muvaqqat hukumat qo'liga o'tdi. Dastlab barcha siyosiy partiyalarni qamrab olgan muvaqqat hukumat 17-yil yoziga kelib mohiyatan o'zgardi. Butun hokimiyat qo'shtirnoq ichidagi demokrat Kerenskiy qo'lida to'plandi. Muvaqqat hukumat qanchalik harakat qilsa ham mamlakatda tartib o'rnata olmadi. Muvaqqat hukumatning asosiy xatosi iqtisodiyoti jar yoqasiga borib qolgan Rossiyani jahon urushidan olib chiqmaganlikda edi. Bu esa xalq orasida, ayniqsa armiyada yangi hukumatga bo'lgan ishonchsizlik kayfiyatini oshirdi. Kerenskiy boshliq hukumat esa siyosiy muxolifdan terror yo'li bilan o'ch ola boshladi. Bunday yetilgan sharoitdan muxolif guruhlar, partiyalar, xususan Vladimir Ilich Lenin boshchiligidagi Rossiya Kommunistik partiyasi o'z maqsadi yo'lida foydalana boshladi. Ular Rossiyaning yirik shaharlarida mitinglar uyushtirib, yangi bo'lajak muqarrar inqilobni amalga oshirish zarurati haqida bong ura boshladilar. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu davrda kommunistik partiyada Vladimir Ilich Lenindan ko'ra Yahudiy millatiga mansub bo'lgan Lev Davidovich Trotskiyning reytingi balandroq bo'lgan. Lev Davidovich Trotskiy o'zining jo'shqin nutqlari hamda inqilob mitinglarining oldingi saflarida shahdam qadamlar bilan harakat qilishi bilan rus kommunistlari orasida shuhrat qozongan edi. Trotskiy muvaqqat hukumatdan alamzada ayrim qurolli guruhlarni kommunistlar tarafiga og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Natijada Trotskiy ko'rsatmasiga binoan harakat qilgan qurolli guruhlar 1917-yil 25-oktyabrda Rossiyada hukumat binosini hamda hokimiyatni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldilar. Bu kommunistlar tomonidan amalga oshirilgan navbatdagi inqilob edi va Sovet davlatining tamal toshi shu inqilob natijasida qo'yilgan edi. Bu to'ntarish oqibatida butun hokimiyat Rossiyada kommunistlar qo'liga o'tdi. Stalin hukmronligidan to Sovet davlatining parchalanishigacha bo'lgan davrda bu inqilobning asosiy rahnamosi, uyushtirgan shaxs sifatida Vladimir Ilich Lenin ko'rsatib kelgan. Aslida reallikda esa sal boshqacharoq bo'lgan. Ya'ni inqilobni asosiy amalga oshirgan kishi Vladimir Ilich Lenin emas, balki Lev Davidovich Trotskiy edi. Rossiya Kommunistik partiyasida darajasining ulug'ligi hamda muqarrar inqilobdan keyin Rossiyaga rahbarlikka bo'lgan intilishini payqagan Vladimir Ilich Lenin partiya kengashlaridan birida alohida Lev Davidovich Trotskiy bilan uchrashuv o'tkazib, unga Rossiya hukumatida yevriy, ya'ni Yahudiy millatiga mansub bo'lgan kishining rahbarligi uzoqqa cho'zilmasligi haqida ogohlantirish beradi. Lev Davidovich Trotskiy inqilobning rahbari sifatida Vladimir Ilich Leninni ko'rsatadi.
Tayyor inqilobga ega chiqqan Vladimir Ilich Lenin nafaqat Rossiyada davlat rahbari, balki keyinchalik butun rus xalqining dohiysiga aylandi. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Davlat boshiga kelgan kommunistlar o'z tuzumi hamda hokimiyatini saqlab qolish uchun siyosiy raqiblariga qarshi keskin, ayovsiz kurash boshladi va ularni jismoniy yo'q qilish tahdidi bilan qo'rqitdilar va buni amalga oshirdilar ham. Ushbu qatag'onlik siyosatidan hatto Rossiyani 300 yil davomida idora etib, yirik imperiya darajasiga chiqara olgan Romanovlar sulolasi xonadoni vakillari ham chetlab o'tilmadi. Sobiq podshoh Nikolay II va uning oila a'zolari shafqatsizlarcha qatl etildi. Shu tariqa 1922 yil 30 dekabr sanasida dunyo xaritasida yangi bir imperiya Sovet ittifoqi vujudga keldi. Bu imperiya g'irrom siyosat hamda shafqatsizlik ustiga qurildi. Ayniqsa Lenin vafotidan keyin Stalin davrida vujudga kelgan siyosiy muhit butun dunyoda o'zining shafqatsizligi bilan nom qoldirdi. Stalin davrida Sovet ittifoqiga zo'rma-zo'rakilik bilan qo'shtirnoq ichida qabul qilingan respublikalar soni 15 taga yetdi. Xususan, Markaziy Osiyoda harbiy kuch vositasida milliy davlatchiliklar tugatilib, o'rnida mahalliy kadrlar bayrog'i ostida Sovet hokimiyati o'rnatildi. 1924-1936 yillar oralig'ida Markaziy Osiyoda 5 ta milliy respublika tuzilib, birin-ketin Sovet ittifoqi tarkibiga kiritiladi. Leonid Ilich Brejnevning salkam 20 yillik rahbarlik davrida mamlakat aholisining ijtimoiy ahvoli ancha yaxshilangan bo'lsa-da, umumiy hisobda mamlakatning iqtisodiyoti turg'un holatga kelib qoldi va bu Sovet imperiyasida tanazzulni boshlab berdi. Brejnevdan keyin Yuriy Andropov hamda Konstantin Chernenkoning qisqa rahbarligi davrida ham mamlakat iqtisodiy ahvoli yaxshilanmadi. Ittifoqning yangi rahbari Mixail Sergeyevich Gorbachyov mamlakat fuqarolariga keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar hamda siyosiy erkinliklar va'dasi bilan chiqdi. Mixail Gorbachyovning qayta qurish siyosatiga mamlakatning zaiflashib qolgan iqtisodiyoti dosh bera olmadi. Uning oshkoralik hamda fuqarolarga siyosiy erkinliklar berish siyosati respublikalarda milliy ozodlik harakatlari vujudga keldi. Sovet ittifoqining parchalanib ketishini istamagan ichki konservativ kuchlar mamlakat rahbari Mixail Sergeyevich Gorbachyovni vaqtinchalik hokimiyatdan mahrum etib, mamlakatda siyosiy to'ntarish uyushtirdi hamda poytaxtga zirhli texnika va qo'shinni jalb qildi. Poytaxt aholisi, mamlakat xalqi ushbu xatti-harakatlarni qo'llab-quvvatlamadi va jinoyat deb bildi. Shu tariqa ushbu to'ntarish muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topdi. Shunday sharoitda poytaxtda real hokimiyat o'zining g'alati xatti-harakatlari bilan mashhur bo'lgan Rossiya Federatsiyasi rahbari Boris Nikolayevich Yelsin qo'lida to'plandi. Boris Yelsin ittifoqning parchalanishini yoqladi hamda kommunistik partiyani Rossiyaning o'zida ham real hokimiyatdan chetlatish chora-tadbirlarini ko'rdi hamda Mixail Gorbachyovga ta'sir o'tkazishda davom etdi. 1991 yil kuziga kelib, ittifoqdagi deyarli barcha respublikalar o'z mustaqilligiga erishgan edi. 1991 yil 8 dekabrda Boris Yelsin tashabbusi bilan 1922 yilda SSRni tashkil etgan 3 respublika Rossiya, Belarus hamda Ukraina davlat rahbarlari Belovich buxtasiga yig'ildilar hamda Sovet ittifoqining tugatilganligini rasman e'lon qildilar. Дорогие соотечественники, 1991 yil 25 dekabr sanasida Mixail Sergeyevich Gorbachyov
televideniye orqali o'zining davlat rahbari sifatidagi so'nggi chiqishini amalga oshirdi hamda Sovet Ittifoqi prezidenti lavozimidan iste'fo berdi. Shundan so'ng Kreml ustida hilpirab turgan sobiq Sovet Ittifoqi bayrog'i tushirilib, o'rniga Rossiya Federatsiyasi bayrog'i tiklandi hamda shu tariqa tarix sahnasidan Sovet Ittifoqi deb nomlangan yirik Qizil imperiya, bir vaqtlar Yer sharining g'arbiy yarim shariga jiddiy qo'rqinch solib turgan yirik imperiya tarix sahnasidan o'chdi.